qorning ochmadimi? Ochib ketdi. Hozir Xori degan restoranga olib boraman men seni. Va hozir Jasur aka, erim telefon qilib qoldilar. Gaplash. Alo. 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 Dugonang bilan uchrashdingmi? Ha, hozir dugonam bilan aylangan chiqqandim. O'z nima qilyapsiz? Ha, men ham shu. Abedga chiqqan edim ko'chaga. Kamerani yoqqanda zo'r joyda yuribman. Shunaqa zo'r joy ko'rasan hozir. Ha, hozir. Qalaysan? Qara qattama, zo'r joylar, tabiatni qara go'zalligini. Ko'ryapsanmi? Kamerani qarang, ko'rsataman senga. Mana zo'r joyda turibdi. Mana anta. Qara, bitta qiz senga shunaqa o'xshar-ekan. Bir xil kiyim olganga o'xshayapti sen bilan. Senda ham shunaqa kiyimlar bormi? Ko'rinishi ham, yuz tuzilishi ham senga o'xshayapti. Shu darajada qabih ishga ham yetib bordimi qo'ling? Ha? Uyalmaysanmi ering bo'lib turib boshqa bilan yurishga? Sen o'sha opangga qo'shilmagin degan edim. Opang yaxshi ayol bo'lgan edi, o'zini oilasini barbod qilmagan bo'lardi. Mana shu opang seni ham oilangni barbod qildi. Umuman qaytib qadamingni meni hayotim tugul uyimga ham bosmagin, tushundingmi? Shoshmayman, tushuntirib beraman, ahvosini noto'g'ri tushundingiz. Sen men uchun bugundan boshlab o'lgansan, yo'qsan. Men ishdan chiqib uyga borgunimgacha butun uydagi hamma narsani yig'ishtirganda onangnikiga yo'q ketganman, tushundingmi? Qaytib qadamingni ham bosmagin. Ko'rmayman seni. Bir marta xiyonat qilgan odam yana qaytib xiyonat qiladi. Xayf senga berilgan ishonch. Opang bilan yo'q ketlaring qo'shmazor bo'ladi. To'xtayman, hammasini tushuntirib beraman.